va Temurxo'ja. Do'stlar, hozirgina mana shu maydonda Paxtakor hamda Bunyodkor uchrashuvini tomosha qildik. Hisob 1-1 bo'ldi. Aynan bu uchrashuvda menga eng yoqqan holat bu bir ikkita futbolchilar, ya'ni Paxtakor jamoasidagi bir ikkita yosh futbolchilarni terma jamoamiz tarkibiga qo'shilishini xohlagan bo'lardim. Aynan Timur Kapadze boshchiligidagi terma jamoamiz 2026-yil mundialga borsa, aynan mana shu tarkibga Paxtakor jamoasida hozirgi 9-raqamda harakat qilgan Ibrohim Ibragimov hamda Muhammadali O'rinboyevlarni qaydnomaga kiritib, ularni jahon chempionatiga olib borsak, nur ustiga a'lo nur bo'lardi deb o'ylayman. Aynan Superligadagi Nasaf, Agemka boshqa jamoalarning o'yinini hali ko'rmadim. Nasib qilsa Bunyodkor bilan mana shu maydonda bo'ladigan o'yinlarga tushib, aynan terma jamoamizga kerak bo'ladigan o'yinchilarni sekin asta axtarib, jamoa bosh murabbiyiga va federatsiya delegatsiyalariga sekin biz yordam berib davom etib tursak, nima deysizlar? Kommentda izoh qoldiringlar. Paxtakordan Ibrohim Ibragimov hamda Muhammadali O'rinboyevlar. Asosiyda bo'lmasa-da, u jahon chempionatiga borish kerak deb o'ylayman. Endi hali 1 yil bor, to'g'ri, ya'ni qanaqa darajada bo'ladi? Lekin hozirgi holatdan ular olib borish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Jaydar podkast.